أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sure Ankabut 69 ayet Mekke'de nazlı bolgan nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Alif Lam Mim. İnsanlar iman ettik dep koyuş bilenla sınalmay terk etilimiz dep oylamdı. Ulardan burun ötkenlerini biz hakikaten sınadık. Allah imanıda rastçılarını çokum biledi. İmanıda yalgancılarını mı çokum biledi. Yaman iş kılıdganlar bizden yani azabımızdan keçip kutlalayımız dep oylaydı. Ularning çıkargan hükmü nimi degen yaman. Kimiki Allah'a mulakat bolishni ümit qiladigan bilsin ki Allah'ның bununғы belgilegan vaqti çoqum yetip keladi. Allah bendilerinin sözlerini anlap turgucudur. Bendilerinin taşqi ve işki ahvalini bilip turgucudur. Kimiki cihad qiladigan, onun qilgan cihadi özünün paydası üçündür. Allah hakikaten tamamı ehli cahandan bihacettir. Şübihisiz ki iman etkan ve yaxşı amellerini qılganlarning günahlarını yo'qqa chiqiramiz. Ularni albatta qilgan amellarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. İnsonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ota-onang seni sen bilmaydigan narsani manga sherik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmag'in. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. Iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. Ba'zi kishilar Allohga iman etdik deydi. Allah'ның yo'lida birer arziyat tartsa, kishilar tarafidan yetgan kulfatni Allah'ның azobi bilan o'xshash biladi. Agar Parvardigoringdan madad kelsa, biz haqiqatan sizlar bilan birga edik deydi. Allah jahon ahlining dillaridikini hammadan obdan bilmamdi. Allah müminlarni çoqum biladi. Munofiqlarni mu çoqum biladi. Kafirlar müminlarga bizning yo'limiz, ya'ni dinimizga agishinglar. Sizlarning gunohinglarni biz ustimizga olamiz dedi. Kafirlar müminlarning gunohlaridan azroqmi ustiga ololmaydi. Ular haqiqatan yolg'onchilardir. Ular özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdırganlarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ular özleri oydurup çıkan yalgan sözleri üçün sorakka tartıldı. Biz hakikaten Nuh'ni kavmiga peygamber kılıp evettik. Nuh kavmini tevhidki devet kılıp, ularının içinde 50 yıl kem, 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselamның kavmi butperest bolup, onun peygamberlikiga chin bitmedi. Ular zalim bolganlıkları, yani küfürda ve gumrahlıkta çın turup, özlerine zulüm kılganlıkları üçün Allah ularni topan balası bilen halak kıldı. Biz Nuh'ni ve kemidikilerini g'arq bulup ketishdan qutqizdik. Topanni bütün ahli jahon üçün ibret qildik. İbrahimni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Öz vaqtida u qavmiga aytdi: Bir Allohga ibodat qilinglar va uningdan qo'rqinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar. Butlarni öz qo'linglar bilan yasab olgansizlar. Butlarning qo'lidan
payda ziyon kelmaydi va yolg'onnila o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Sizlar meni inkor qilsanglar, inkor qilganliginglar bilan men qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Faqat o'zinglarga ziyon yetkazusizlar. Sizlardan ilgiriki nurg'un ummatlarmu payg'ambarlarni inkor qilgan. Shuning bilan ularga Allohning azobi nozil bo'lgan. Sizlarga mu shundoq azob nozil bo'ladi. Payg'ambarning mas'uliyati faqat Allohning amrlarini tushunishlik qilib yetkazishdir. Ular, ya'ni inkor qilguvchilar, Allohning maxluqotini dastlabda yo'qdan qandoq borliqqa keltirganligini, ondan uni o'lgandan keyin tirildirdiganligini ko'rmadimi? Bu Allohga haqiqatan osondir. Ular buni qandoqmi inkor qiladi? Dastlabda yaratishga qodir bo'lgan zot qayta asliga keltirishga albatta qodirdir. Aytqinki, zaminda sayr qilinglar. Allohning maxluqotini qandoq qilib yo'qdan bor qilganligiga qaranglar. Ondan Alloh ularni qiyomatda qayta paydo qiladi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Alloh xohlagan odamni jazolaydi. Xohlagan odamga rahmat qiladi. Qiyomatda Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Sizlar mayli zaminda bo'lsin, mayli osmonda bo'lsin, Allohning azobidan qochib qutula olmaysizlar. Sizlarga Allohdan bo'lak do'stmi yo'q, madadkormi yo'q. Allohning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni, ya'ni oxiratni inkor qilganlar ana shular mening rahmatimdan noumid bo'ldi. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. İbrahimning qavmining javobi: İbrahimni o'ltiringlar yoki ko'ydiringlar deyishdan iborat bo'ldi. Allah uni o'tdan qutuldirdi. Ular İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda Allah uningga o'tni so'rin va aman joy qilib berdi. Haqiqatan buningda iymon etgan qavm uchun Allah'ның qudretini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. İbrahim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikqa sabab bo'lishi uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglarga ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylanadi. Agashtirguchilar agashkuchilardan ada juda bo'ladi. Agashkuchilar agashtirguchilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Alloh uchun bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar do'zax bo'ladi. Sizlarni do'zaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Lut İbrahimga iymon etdi. İbrahim aytdi: Men cho'qim Parvardigorim tarafiga hijrat qilaman. Ya'ni Allohning roziligini izlash yuzasidan vatanimni tark etib, Allah amr qilgan joyga hijrat qilib boraman. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. İbrahimga Isoqni, Yaqubni ato qildik. Ya'ni İbrahim alayhissalom xudolik uchun qavmidan ayrilgandan keyin yaxshi farzand Isoqni berdik va Isoqning o'g'li bo'lgan navrisi Yaqubni berdik. Uningdan keyin payg'ambarlikni, kitobni, ya'ni
samaviy kitoblarni uning avlodiga xos qildik. Dunyodagi mukofotni uningga ato qildik. Ya'ni jami dinlarda uni yaxshi nomga ega qildik. U haqiqatan oxiratda yaxshi bandalardandir. Lutni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi mundaq qabih ishni qilgan emas. Sizlar haqiqatan livota qilamsizlar. Yo'llarni to'sib bulongchilik qilamsizlar. So'rinlaringlarda o'p-o'chiq yomon ishlarni qilaveramsizlar." Uning qavmining javobi: "Agar sen rostchilardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltirgin" deyishdanli iborat bo'ldi. Lut: "Parvardigorim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin. Ya'ni ularni halok qilib, menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan" dedi. Elchilarimiz, ya'ni farishtalar İbrahimga farzand berilishdan iborat xush xabar elib kelgan chaqda, ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. İbrahim u shaharda Lut borg'u, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: "Bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uningga agashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga hamnafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: "Sen qo'rqmag'in va qayg'urmag'in. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz." Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Madyan aholisiga ularning qerindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdik. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar. Oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar" dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qetib qolishdi. Adni va Samudni halok qildik. Ey ahli Makka, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'u joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga kufrdan va gunohlardan iborat amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egilari edi, lekin ular takabburlik yuzasidan aqlini joyida ishlatmadi. Dunyo dapinisi nurg'un Qorunni, Firavunni va uning zulmida yordamchi bo'lgan vaziri Hamanni halok qildik. Shubhisizki Musa ularga ro'shan mo'jizlarni elib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi, ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yintovlik qildi. Ular azobimizdan kechib ketolmadi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik.
ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol-mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Allah ularga zulm qilmadi. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Allahni qo'yib butlarni ma'bud qilib olganlarning misoli öy yasıgan ömüçükning misoliga o'xshaydi. Ya'ni ömüçükning uyi uni issiq so'g'oqdan qo'g'day olmagandek, ularning cho'qinayotgan butlarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Öylərning eng ojizi ömüçükning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, butlarga cho'qinmaydi. Allah ular Allah'ni tashlab ibodat qilayotgan narsasini obdan biladi. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Biz insonlarga Qur'onda ularning zehniga yaqinlashtirish uchun bayon qilgan bu tamsillarni faqat olimlarla tushuna oladi. Allah osmonlarni va zaminni haq yaratdi. Haqiqatan buningda müminler üçün Allah'ın birlikini ko'rsatadigan dalil bor. Ey Muhammed, sana vahiy qilingan kitobni, ya'ni Qur'onni tilovat qilgin. Namozni ta'dil arkan bilan o'qigin. Namoz haqiqatan qabih ishlardan va gunohlardan to'sidi. Allah'ni yod etish hammadan, ya'ni uningdan boshqa hamma ibodatdan ulug'dir. Allah qilayotgan hamma ishinglarni bilib turadi. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozirlashinglar. Ularning ichidagi zulm qilg'uchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilg'uchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. Ey Muhammed, shuningdek, ya'ni sendan ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan Qur'onga ishonadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga ishonadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlarla inkor qiladi. İlgiri sen kitob o'qishni bilmayding. Xat yozishni bilmayding. Mubodi sen kitob o'qigan, xat yozdigan bo'lsang, u chaqda haqqa qarshi turg'uchilar cho'qim gumonlanadi. Undaq emas. Ya'ni ish zolimlar gumon qilgandek emas. Qur'on ilm berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlarla inkor qiladi. Ular nimishqa uningga Parvardigoridan mo'jizalar nozil qilinmaydi dedi. Aytqinki, mo'jizalar haqiqatan Allohning dargohidadir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkora ogohlantiruvchiman. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiza bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhisiz rahmat va vaz-nasihat bor. Aytqinki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Allah kifoyadir. Allah osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turadi. Butqa ishongan, Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortquchilardir. Ular sendan azobning chopsan kelishini talab qiladi. Allah ularning halok bo'lishining muayyan vaqtini belgilamagan bo'lsa edi, ularga azob albatta
ular talab qilgan vaqtda kelatdi. Ularga azob cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtum-tut keladi. Ular sendan azobning tez kelishini talab qiladi. Shak shubhisizki, jahannam qiyomat kuni kofirlarni qorshab turg'uchidir. U kunda azob ularni ustlaridan, oyoqlarining ostidan o'rib oladi. Allah ularga dunyoda qilgan amallaringlarning jazosini tetinglar deydi. Ey mu'min bandilarim, mening ziminim haqiqatan kengdir. Manga ibodat qilinglar. Har bir jondor o'limning ta'mini tetig'uchidir. Ondan bizning dargohimizga qaytirilisizlar. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarni jannatning ostidan o'stanglar eqib turadigan oliy joylarga o'rinlashtiramiz. U yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi amallarni qilguvchilarga berilgan mukofot nima degan yaxshi? Ular hijrat qilishning jafo mushaqqatlariga, Allohning yo'lida yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Hamma ishlarda Parvardigorga yo'linadi. Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ololmaydi. Ya'ni o'z rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Allah rizqlandirdi. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi, kunni va oyni kim bandlarning manfaati uchun bo'ysundirdi deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Ular qandoqmi Allohning ibodatidan bosh tortadi? Allah bandlardan qaysi odamning rizqini keng qilmoqchi bo'ladi ekan, uni keng qiladi. Qaysi bandisining rizqini tor qilmoqchi bo'ladi ekan, uni tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. Agar sen ulardan bulutdan yomg'ir suyini tushirib, uning bilan o'lgan zaminni tirildirgan kim deb so'rasang, ular cho'qim Allah deb javob berdi. Aytqinki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan jimi hamdu sana Allohga xosdir. Balki ularning to'lisi bu so'zlardagi ziddiyatni tushunmaydi. Dunyo tirikchiligi faqat o'yin kulka va g'aflatdan iboratdir. Shubhisizki, oxirat yurti haqiqiy hayot yurtidir. Agar ular bilsa edi, bu dunyoni u dunyodan ortiq ko'rmaydi. Ular kemiga chiqib, g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarida Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qiladi. Allah ularni aman esan quruqlikka chiqargan chaqda balo qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga sherik keltirdi. Ular bergan ne'matimiz, ya'ni dengizdan qutuldirganligimizga noshukirlik qilib baqsin, qolgan ömürlerden bahramand bo'lsin. Bular ishning oqibatini kelgusida biladi. Ular, ya'ni mushriklar ko'rmamduki, biz haramni aman joy qildik. Halbuki ularning atrofidagi kishilar asir elinyotidi va o'ltirilyotidi. Ular batılga ishinib, Allohning ne'matini inkor qilamdi. Allohga yolg'onni chaplagan yoki haq kelganda uni inkor qilgan odamdanmi zolim odam bormi? Jahannamda kofirlarga joy yo'qmidi? Albatta bor. Biz uchun kurash qilganlarni albatta yo'limizga yetaklaymiz. Allah haqiqatan yaxshi ish qilguvchilar bilan billadir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Hajj 78 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman.
Ey insanlar! Parvardigoringlardan, ya'ni azobidin qo'rqinglar. Qiyomatning zilzilasi haqiqatan cho'ng ishdir. U kunda har bir sut emayotgan ayol qattiq qo'rqinishdan tengirqab qilish bilan emitayotgan bovuqini unutuydi. Har bir homildor ayolning bo'yidan ajrab ketadi. İnsanlarni mas ko'rsan, halbuki ular haqiqatda mas emas. Demak, qiyomatning dashti ularni asoshidan ketkizayotgan. Lekin Allohning azobi qattiqdir. Ba'zi kishilar Allohning qudrati va sifatlari ustida hech qanday dalilsiz munozirlashadi. Her bir serkeş şeytanga, yani haqdan to'squchi kufarlarning katta başlarına ergişidi. Allah hüküm qiladi ki, kimiki şeytanga ergişidiken, şeytan onu azdırdı ve cehennemning azabıga so'raydi. Ey insanlar, eğer sizler qayta tirilishdan shaklansanglar, gumoninglarning tugishi uchun aslidagi yaratilishinglarga qaranglar. Biz sizlarga Allohning qudratini bayon qilish uchun otanglar Odam alayhissalomni tuproqdan, uning avlodini oldi bilan obimanidan, ondan laxtiqondan, ondan shaklga kirgizilgan va kirgizilmagan parcha go'shtdan yaratdik. Biz xohlagan odamni bachchadonda muayyan muddatgacha qoldiramiz. Ondan sizlarni onanglarning qornidan bovoqliq holatinglarda chiqaramiz. Ondan sizlarni asta-asta kuch-quvvatga to'ldiramiz. Sizlar kamolat yeshi, Qur'on vaqtinglarga yetsizlar. Ba'zilaringlar yoshliqinglarda vafot bo'lib ketsizlar. Ba'zilaringlar ilgiri bilgandan keyin hech narsani bilmas holatinglarga qaytarilishinglar uchun nihoyatda qerib ketkicha hayot qoldirilsizlar. Alloh taoloning o'lganlarni qayta tirildirishga qodir ekanligini ko'rsatadigan yana bir dalil shuki, sen zaminni qaqas ko'rsan. Uningga biz yomg'ir yog'dirsak, u jonlanadi va ko'pishidi. Turli chiroyli o'simliklarni undirib berdi. Bu, ya'ni Alloh taoloning insonni va o'simliklarni yuqoriqidek yaratishi. Allohning haq ekanligini, o'liklarni tirildira oladiganligini va her narsaga qodir ekanligini sizlarga bildirish uchundir. Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'ladiganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni undirish bilan tirildirgandek Allohning tirildirdiganligini bildirish uchundir. Ba'zilar to'g'ri tunishga elib boradigan hech qanday haqiqiy ilmsiz, hidoyatsiz va nurluq kitobsiz holda Allah to'g'risida munozirlashidi. Uning munozirlashishi nuqul nafsi xohishi va tarsoliqidandir. U kishilarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun mag'rurona yuriydi. U dunyoda xorliqqa duchor bo'ladi. Oxiratda uningga ko'ydirgichi o'tning azobini tetitimiz. Uningga xorliq bilan azob sening qilmishlaring, ya'ni kufring va gumrohliging tufaylidandir. Allah bandalariga hargiz zulm qilguchi emasdir deyiladi. Ba'zilar Allohga shak shubha bilan, ya'ni turaqsiz holda ibodat qiladi. Agar uningga yaxshilik yetsa, dinda turadi. Mundaq odam munofiq bo'lib, Allohga dili bilan emas,
faqat tili bilan ibodat qiladi. Agar uningga baxtsizlik yetsa, dinidan yenib oladi. U dunyo va oxiratda ziyon tortadi. Bu ro'shan ziyondir. U Allohni qo'yib foyda ziyon yetkazolmaydigan butqa cho'qinadi. Bu cho'nqur gumrohlikdir. U mushriklarning qarshi bo'yicha but qiyomat kuni shafaat qiladi degandimi, albatta zinib foydasidan yaqin bo'lgan narsaga cho'qinadi. U but rasla yaman madadkordir. Rasla yaman hamrohdir. Shubhisizki Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Allah haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni xolig'an odamga savob berdi. Xolig'an odamga azob qiladi. Kimiki Allah payg'ambariga dunyo va oxiratda hargiz yordam bermaydi deb gumon qiladi ekan, u to'risqa org'amchi silib bo'g'ilib olsin. Qarasunki uning bu tadbiri g'azibini bosa olamdi. Ya'ni Allah payg'ambari Muhammad alayhissalomga yordam bermaydi deb o'ylaydi ekan, u esilib o'lib olsin. Agar bu uning xafalig'ini basalaydigan bo'lsa, chunki Allah payg'ambariga cho'qim yordam berdi. Shuningga o'xshash, ya'ni ilgirki kitoblarni nozil qilganimizga o'xshash, Qur'onni Muhammad alayhissalomga ro'shan oyatlar qilib nozil qildik. Allah xohlagan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni Allah'tan boshqa hech hidoyat qilguvchi yo'q. Allah xohlagan odamni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mu'minlar, Yahudilar, yulduzlarga cho'qing'uvchilar, Nasoralar, Majusilar, ya'ni otashparastlar va mushriklar uchun qiyomat kuni Allah haqiqatan hukm chiqaradi. Ya'ni Alloh taolo mu'minlar bilan mazkur 5 firqa orasida to'g'ri hukm chiqarib, mu'minlarni jannatga, kuffarlarni do'zaxga kirgizadi. Allah haqiqatan hamma narsani ko'rib turg'uchidir. Bilmamsanki osmondagilar, ya'ni farishtalar, zimindagilar, ya'ni insonlar, jinlar va ziminda yashaydigan barliq maxluqotlar, kun, oy, yulduzlar, tog'lar, daraxtlar, hayvonotlar Allohga bo'ysunib, Allohning tasarruf qilishi bo'yicha harakat qiladi va nurg'un kishilar Allohga sajda qiladi. Nurg'un kishilar kufri sabablik azobga duchor bo'ladi. Allohning xorlashiga uchirgan odamga hurmatligicha chiqmaydi. Allah haqiqatan xolig'ini qiladi. Ya'ni azob qilish, rahim qilish, aziz qilish, xor qilish, boy qilish, kambag'al qilish Allohning xohishidagi ish bo'lib, Allohga hech kishi ta'arruz qila olmaydi. Mu'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Parvardigori to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mu'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, mu'minlar Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kafirlarga o'tdan kiyimlar pichiladi. Ularning boshlari ustidan yuqori haroratlik qaynoq suv qo'yiladi. Uning bilan ularning ishbog'ri va terilari eritiladi. Ular to'mir to'qmoqlar bilan uriladi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi.
ularga köydürgüçi dozaq azabını tetinglar deyiladi. Allah haqiqatan müminlarni va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizdi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyitlarni zinnat buyumlari qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular yaxshi so'zga, ya'ni kalimi tavhidga hidoyat qilindi. Allohning yo'liga hidoyat qilindi. Kafirlarga, kishilarni Allohning yo'lidan to'squvchilarga u o'ltirishliq bo'lsin yoki sirtdan kelgan bo'lsin, biz kishilarga ibodatgoh qilgan masjidi haramdan to'squvchilarga, ya'ni haj farzini ado qilish uchun masjidi haramga kelgan mu'minlarni to'squvchilarga qattiq azobni tetitimiz. Kimiki masjidi haramda zulm bilan gunoh qilmoqchi bo'ladi ekan, uningga qattiq azobni tetitimiz. O'z vaqtida Ibrohimga Baytullohning o'rnini tayinlab berdik. Uningga aytdikki, menga hech narsani sherik keltirmagin. Tavob qilguvchilarga, qiyom qilguvchilarga, ruku qilguvchilarga, sajda qilguvchilarga mening uyimni pok qilgin. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgin. Ular piyoda va o'riq to'gilarga minib keladi. O'riq to'gilar yiroq yo'llarni besib keladi. Kishilar o'zlariga tegishli bo'lgan diniy va dunyoviy manfaatlarni ko'rsin. Belgilangan kunlarda, ya'ni qurbonlik kunlarida Allah ularga rizq qilib bergan chorva mollarni, ya'ni to'ga, qo'y, o'shkilarni Allohning ne'matlariga shukr qilish yuzasidan Allohning ismini aytib qurbonlik qilsin. Sizlar qurbonliqinglarning go'shidan yanglar. Muhtojga, faqirga beringlar. Ondan ular kirlarini tozlasin, ya'ni ihramdan chiqqandan keyin chashlarini, tirnoqlarini olsin. O'z ustiga olgan ibodatlarini ado qilsin. Qadimiy bayt, ya'ni Baytullohni tavob qilsin. Haj ibodati ana shudir. Kimiki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, ya'ni haj jarayonida Allohning buyurganlarini bajo keltirib, mani qilgan ishlardan cheklansa, bu Parvardigorining dargohida uning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Sizlarga chahar paylardan Qur'onda haromligi bayon qilinganlardan boshqalari halol qilindi. Sizlar butlardan iborat nejisdan saqlaninglar. Yolg'on guvohlik berishdan saqlaninglar. Allohga xolis ibodat qilinglar. Uningga sherik keltirmanglar. Kimiki Allohga sherik keltirdikan, u go'yo osmondan tashlanib, qushlar uni elib qochgandek yoki bo'ron uni elib berib, yiroq joyga tashlavatgandek bo'lib qoladi. Ish mana shundoq. Kimiki diniy ishlarni, jumladan hajning amallarini, qurbonliqlarni ulug'laydigan, bu dillarning taqvodorligidandir. Muayyan muddatgacha, ya'ni bo'g'izlaydigan vaqtgacha qurbonliq mollaridan seg'ib, nasllantirib, minib foydalansizlar. Ondan uni bo'g'izlashga tegishlik joy Baytullohning yenidir, ya'ni haramdir. Har ummat Allah ularga rizq qilib bergan chorvalarni shukr qilish yuzasidan qurbonlik qilganlarda Allohning ismini aytsin deb ularga qurbonlikni belgiladik. Sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Uningga bo'ysuninglar. Itoatmanlarga xush xabar bergin. Ular shundoq kishilarki, Alloh yod etilsa,
ularning dillari qo'rqib titraydi. O'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qiladi. Namoz o'taydi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga berdi. Ka'baga elib beriladigan to'gini Allohning dinining alomatlaridan, ya'ni hajning ahkomlaridan qildik. Ularda sizlarga nurg'un foyda bor. Ularni qator qilib turg'izib, ya'ni ularning oldi sol putini bog'lab, 3 put bilan turg'izib bo'g'izlashinglarda Allohning ismini tilga elinglar, ya'ni bismillah denglar. Ular bo'g'izlanib jini chiqqanda ularni yanglar. Qanoatchan muhtojlarga va soillarga beringlar. Sizlarni shukr qilsin deb u to'gilarni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidigini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligini ulug'lashinglar uchun Alloh ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga oxiratda baxtga erishadiganligi bilan xush xabar bergin. Alloh mu'minlarni cho'qim qo'g'daydi. Alloh har qanday xiyonatchi, noshukr bandini do'st tutmaydi. Hujum qilinguchilarga zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodir. Ular faqat Parvardigorimiz Alloh deganliklari uchunla o'z yurtlaridan nohaq haydab chiqarildi. Agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatkizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, cherkovlar, yahudilarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimiki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh uningga yordam berdi. Alloh albatta kuchlidir, g'olibdir. Allohning yordamiga erishishga haqliq bo'lganlar shundoq kishilardirki, agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsak, namozni ado qiladi, zakot beradi, yaxshi ishlarga buyuradi, yomon ishlardan to'sidi. Ishlarning oqibati Allohga mansubdir, ya'ni hamma ishlar oxiratda Allohga qaytadi. Agar Makka mushriklari seni inkor qilsa, sen tunji inkor qilinguchi payg'ambar emassan. Senden burunqi payg'ambarlar inkor qilinib sabr qilishgan. Ulardan burun Nuhning qavmi, Od xalqi, Samud xalqi, İbrahimning qavmi, Lutning qavmi, Madyan aholisi payg'ambarlarni inkor qilgan. Musamu inkor qilingan. Kafirlarga mühlet berdim. Ondan ularni jazoladim. Mening ularga bergan jazoyim qandaqkan? Nurg'un shahar aholilari zolim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, ustiga tomlari yiqilgan. Nurg'un tashlandiq quduqlar va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Ey Muhammad, ular, ya'ni mushriklar masxir qilish yuzasidan sendin azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Azob cho'qim nozil bo'ladi. Lekin uning nozil bo'lishining muayyan vaqti soati bo'ladi. Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi.
Allah bandilarini jazolashga oldirib ketmaydi. Haqiqatan Parvardigoringning dargohidagi bir kun sizlar sanaydigan 1000 yilchilikdir. Nurg'un shahar aholilari zolim turuqliq. Ularga men muhlat berdim. Ular bu muhlatga mag'rur bo'lib ketdi. Andın, ya'ni ularga uzoq muddat muhlat berganimdan keyin ularni jazoladim. Oxiri qaytadigan joy mening dargohimdir. Ya'ni oxiri hammasi menga keladi. Ey Muhammad, Allah'ның azobining tez nozil bo'lishini talab qilguvchilarga aytqinki, ey insonlar, sizlarga men haqiqatan oshkora ogohlantiruvchiman. İman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va esil rizqqa, ya'ni jannatga erishidi. Bizni ojiz bilib, oyatlarimizni yo'qqa chiqarish uchun tirishquchilar ani shular ahli do'zaxdir. Biz sendan ilgari avatgan qaysi bir rasul, qaysi bir payg'ambar bo'lmasin, u Allah nazil qilgan oyatlarni o'qigan chaqda shayton hamon uning qiroatiga shubha soladi. Allah shaytonning solgan shubhisini barbod qilgandan keyin o'zining oyatlarini mustahkam qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Allohu taolaning mundoq qilishi dillarda munofiqlik illati borlarni, dillari qasovatlashib ketganlarni, ya'ni Abu Jahil, Nazr, O'tbaga o'xshash Allohning zikriga dili ermas kuforlarni shaytonning solgan shubhisi bilan sinash uchundir. Zalimlar, ya'ni yuqoridagi munofiqlar, mushriklar haqiqatan Allah'a ve onun peygamberiga qattiq adovatlidir. Allahu Taala'nın munda qilishi ilm ahllarining Qur'onning Parvardigoring tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bilishlari, shuning bilan uningga iymon etishlari, dillarining Qur'onga bo'ysunishi uchundir. Allah müminlarni haqiqatan to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Kafirlar taki ularga qiyomat ushtum tut kelgucha yoki ularga qiyomat kunining azobi yetgucha Qur'ondan hamon sheklanadi. Bu kunda podshohlik yolg'iz Allohga xosdir. Allah bandalar orasida adil hukm chiqaradi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar turlik nozun ne'matlar bor jannatlarda bo'ladi. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar do'zaxda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. Allohning yo'lida hijrat qilganlarga, ondan jihad qilib o'ldirilganlarga yoki kasal bilan o'lganlarga Allah cho'qim yaxshi rizq, ya'ni jannatning mangulik ne'matlarini ato qiladi. Rizq berguchilarning eng yaxshisi haqiqatan yolg'iz Allohdir. Allah ularni albatta ular mamnun bo'ladigan joyga, ya'ni jannatga kirgizdi. Allah haqiqatan ularni mamnun qiladigan narsalarni bilguchidir. Halimidir, ya'ni ularning dushmanlarini jazolashga oldirib ketmaydi. Ish mana shundoq. Kimiki qanchalik zulmga uchrab, shunchalik intiqomini olgan bo'lsa, ondan yana zulmga uchirsa, Allah uningga cho'qim yordam berdi. Allah haqiqatan nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Shu narsa Allah'ның qudratining alomatlaridandirki, Allah kechini kunduziga, kunduzini kechiga kirgizdi. Shuning bilan kech kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah
bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ahvolini ko'rib turg'uchidir. Bu qudrat shuning uchundirki, Allah haqdir. Mushriklarning Allohni qo'yib ibodat qiladigan narsalari, ya'ni butlari botildir. Allah hamma narsadan ustundir, buyukdir. Allah'ның bulutdan yağmur yağdırıp berdiganligini, shuning bilan zaminni yeşil zarliqqa aylantirdiganligini ko'rmadingmi? Allah haqiqatan nihoyat mehribondir. Hammadan xabardordir. Osmonlardagi va zamindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning mahluqotidir. Allah'ның tasarrufi ostidadir. Allah haqiqatan hammadan behojatdir. Hamdu sanoga loyiqdir. Allah'ның yer yuzidagi narsalarni o'zining amri bo'yicha dengizda yurayotgan kemilarni sizlarga bo'ysundirib berganligini ko'rmadingmi? Osmonning zaminga tushib ketmasligi uchun Allah osmonni to'xtatib turdi. Faqat Allah'ның izni bilan osmonning qiyomat bo'lgan chaqda tushib ketishi buningdan mustasno. Allah insonlarga haqiqatan nihoyatda shafqatlidir. Nihoyatda mehribondir. Allah sizlarga hayotlik beradi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni tirildiradi. İnson haqiqatan Allah'ның ne'matlariga noshukirlik qilg'uchidir. Har ummat uchun bir shariat bekitdik. Ular shu shariatga amal qiladi. Mushriklar shariat ishida sen bilan jidallashmasin. Kishilarni Parvardigoringning ibodatiga da'vat qilgin. Sen haqiqatan shaksiz to'g'ri yo'ldadursan. Agar ular sen bilan jidallashsa, aytqinki, Allah sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. Allah qiyomat kuni sizlar ixtilof qilishgan narsalar ustida hukm chiqaradi. Bilmamsanki, Allah osmon, zimindagi shaylarni bilib turdi. Bu haqiqatan Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu, ya'ni bilish haqiqatan Allohga oson. Ular, ya'ni Quraysh kufarlari Allah'ni qo'yib ibodat qilishning durustligiga Allah hech qanday dalil tushirmagan narsalarga va o'zlari bilmaydigan narsalarga, ya'ni butlarga cho'qinadi. Zolimlarga hech qanday madadkor yo'q. Kafirlarga bizning ro'shan oyatlarimiz o'qib berilsa, ularning chehrlarida qo'shumisi turilganlikdan inkor qilganligini ko'rsan. Ularning bizning oyatlarimizni o'qib berguchilarga hujum qilg'ili pas qolganligini ko'rsan. Aytqinki, sizlarga men buningdanmi yomonroqini aytib beraymi? U do'zaxdir. Allah uni kafirlarga va'da qildi. Ular qaytib boradigan joy nima degan yomon. Ey insonlar, ya'ni mushriklar jamoasi, bir misol keltiriladi. Uningga quloq selinglar. Shubhisizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlarning hammasi yig'ilgan taqdirdimi bir chivinni yarata olmaydi. Aqli bor odam qandoqmi mushundoq butlarni ma'bud qilib olib, ularga cho'qinadi. Chivin ularning badanidan bir narsani, ya'ni butqa surkab qo'yilgan xushpuroq bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Butmu va uningga cho'qing'uchimi ojizdir. Ular arzimas butlarni Allohga sherik qilib olib, Allohni tegishlik ravishda ulug'lashmadi. Shubhisizki, Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Allah farishtalardanmi payg'ambarlarga vahiy yetkazish uchun, insonlardanmi shariatni bandalarga yetkazish uchun elchilarni tanlaydi. Allah haqiqatan
bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Allah ularning oldidagi narsalarni, ya'ni ularning hozirgi ahvolini va hozirgi ishlarini va orqasidagi narsalarni, ya'ni kelgusidagi ahvolini va kelgusidagi ishlarini biladi. Bandalarining ishlarining hammasi Allohga qaytariladi. Allah ularga ya mukofot ya jazo berdi. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun ruku qilinglar, sajda qilinglar, ya'ni tazarru bilan namoz o'qinglar, yolg'iz Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Yaxshi ishlarni, ya'ni xish aqribolarga sil rahim qilish, yetim yesirlarning beshini silash, kechisi tahajjud namozi o'tash qatorliq ishlarni qilinglar. Allohning yo'lida pul melinglar bilan, jininglar bilan taqatinglarning yetishicha jihad qilinglar. Allah dinga yordam berishga ummatlar orasidan sizlarni tanladi. Eng mukammal shariat va ulug' payg'ambarni sizlarga xos qildi. Sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Sizlar taqat qilolmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Bu otanglar İbrahimning dinidir. Bu to'g'ri din bo'lganligi uchun uni mahkam ushlanglar. Allah sizlarni ilgiri, ya'ni Qur'ondan ilgiriki kitoblarda musulmon deb atadi. Qur'ondimi shundoq atadi. Allah payg'ambarni sizlarga guvoh bo'lishga va sizlarni kishilarga guvoh bo'lishga tanladi. Namoz o'qinglar, zakot beringlar, Allohga yepishinglar. Allah sizlarning eganglardir. Allah nima degan yaxshi ega, nima degan yaxshi madadkor. Avlod ovozliq asarlari.